Mani to'liq 2 oyga to'lmagan o'g'lim vannada suzadi. Suvni juda ham yaxshi ko'radi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Menga bitta pediatr aytdiki, bola qancha ko'p cho'milsa, shuncha yaxshi ekan. Ya'ni po'ralari muntazam ravishda ochiq bo'lsa, organizm nafas olib turar ekan va qon aylanishi, moddalar almashinuvi tezlashishini hisobiga bola tez katta bo'lar ekan. Birinchi Muhammad Yusuf ham suvdan rosa qo'rqqan. Ya'ni biz birinchi marta raddomda cho'miltirganmiz, ya'ni tug'ilgan kunning ertasiga. Doktorlardan so'raganmiz. Doktorlar mayli cho'miltirib deganligi uchun biz azon ayttirishimiz kerak edi. Boshida qon bor edi. Shu qonlar ketishi uchun biz cho'miltirganmiz. Ayajonim cho'miltirib bergan. Shunaqa to'ppalang qilgan, shunaqa yig'lagan, endi organizmiga birinchi marta suv tegyapti. Ikkinchi marta bo'lsa, men vipskamizda cho'miltirganman bir haftadan keyin radomdan chiqish paytimizda. Undan keyin bo'lsa, bir haftada 2 martadan cho'miltirib yurdim. Orada sunnat qildirganimizdan keyin bir hafta cho'miltirmay turdim. Undan keyin bo'lsa, уже bir haftada 3 martadan cho'miltiryapman. Vannaga suv to'ldirib qo'yib, даже suzdiryapman. Maza qilib cho'milyapti. Har safar emas, lekin ora-orada cho'miltirishdan oldin yengil massaj qilib olaman. Ya'ni o'sha qo'lini, oyog'ini, bo'g'imlari tonus bo'lib, qisqarib qolmasligi uchun ularni yoyib massaj qilib turaman. Nimaga cho'miltirishdan oldin massaj qilaman? Chunki detskiy yog'da massaj qilaman. U yog' po'ralariga kirib qoladi va singib bo'lgandan keyin 1 soatdan keyin yaxshilab cho'miltirib tashlayman. Siz bolangizni bir haftada necha marta cho'miltirasiz? Kommentariyaga yozib keting. Aytmoqchi, 10 ta tuqqanday aqllilik qiladi deb hozir yozishadi. Unaqa deb yozishinglar shart emas. Sababi men hech kimga aql o'rgatayotganim yo'q. Men shunchaki o'zimda qo'llayotgan narsalarni sizlarga aytyapman, xolos.